Assalomu alaykum yurtdoshlar. Bugun sizlar bilan Urganch shahar Ko'k markazida Darital Urduga yaqin yerda yangi Novostroyka domlarimizni birinchi qavatida bir xonali kvartirani obzorini qilamiz. Orientirimiz DK market bo'ladi do'stlar. 5 etajli domni birinchi etajida. Qani ketdik sizlar bilan ichkari qismini tanishib chiqamiz. Like'larni bosib beringlar. Kuzatishni davom etinglar do'stlar. Eng do'stlar kvartiramizga yetib keldik. Bismillah. Bu girish qismimiz bo'ladi. Polni laminat döşelgan eshiklarni bu tomondan ko'rib ketaveramiz. Bu xonamiz aboydan chiqqan bo'ladi. Yana patologlar ham ishlangan, lyustralar ham taqilgan bu yerda. Ko'rib turganingizdek isitish tizimlari ham bor. Ajoyib, mo'yshi. Aboylar. Do'stlar, döşelgan tayyor holatda kelib yashayverasizlar inshaalloh. Санузел, плавильно-сушитель, унитазы, раковинасы, ваннасы. Su soğuk sudan muamması yok. Aşxonamiz bo'ladi. Aşxonada yine холодильник, bir de gaz plita, вытяжкасы, двухконтурный настенный котелlar, кухня мебель, посуда mo'yshi, kafil, fartuqlar o'ralgan. Laminat döşelgan, aynalarimiz akvar решетkalar bilan qoplangan. Срочный sotiladi, narxi ko'p qaytilmaydi. Murojaat qilaverasizlar 93 869 11 11. Keyingi videolarımızda görüşünce xayr, aman bo'lin. Like'larni bosib beringlar do'stlar. Ilohim Alloh taolo bizani qo'llab-quvvatlab o'tirgan yurtdoshlarimizga chiroyli joylarni olish nasib etsin. Rahmat. Keyingi videolarımızda görüşünce aman bo'lin.